Nima shikoyatlar? Tizzada, qo'lda bo'g'imlarda og'riq. Bukilishlar qanaqa? Bukilishlar yaxshi. 2 yilcha oldin 2023-yilda shu kuzrog'ida qo'limda og'riq bo'ldi. Topshirsam, endi nimaga topshirganman? Davlatnikiga nima revmatizm boshlanib qopti dedi. Keyin shu bilan o'sha doktor yozib bergan dorilarni oldik. Keyin 2 yil oldin aprel oyida ortopedga uchraganimizda bo'lartrit dedi. Unda bir kurs lecheniya oldik. Endi hozir qo'l suyagi, mana shu suyag o'zi, masalan, jismoniy harakat ko'p qilsam, ertasi kunga qo'ldagi bo'g'imlarni, faqat mana shu qo'lim, bu qo'lim masalan, bo'g'imlar og'rig'i, tizzada hozir ham achish bor. Keyin harakatdan anaqa qilyapti. Hozir o'tirib turingchi, yerga o'tirib turingchi. Uylar qayerda? Oltar, qayerda oltar? Ish qattiq dastlab? Yo'q, emas. Qo'lingizda qilingiz. Og'riq bormi? Yo'q. Undachi? Sal og'riq bo'lmasdi. Qo'lni mahkam siqingchi, qattiq bunday qilsingchi. Bor kuchingizni siqingchi. Bunisini siqingchi. Qattiq siqing. Kuchi yaxshi. Qattiq siqing. Shu bo'ldi. Undachi? Yo'q. Bitta yo'qmi? Yoki men bo'yinda bor. O'sha buni so'raganim tepaga qarab, bu bo'yinga qarab so'ramoqchiman-da. Kuchini o'shunchasi tekshirdim. Bu artrit emas-da bu. Bo'yin nerv ezilsa ham qo'lga og'riq beradi. Ko'pchilik poliartrit, artrit bo'lgan. Nima aytdim? Bora? Asta og'riq. Necha turing-da, bo'sh turib turing. Og'riq bormi? Yiqsin. Bu harakatdachi? Yo'q, undan. Bu tepadachi? Bormi? Tekshirtirmagansiz? Tekshirtirmagansiz? Nima? Nevrologdan, nervotologda bir qator lecheniya olgandan keyin ancha qoldi. Nima keladi? Qoluvdi. Keyin yo'q, o'shga borib nima revmatizmga topshirganda, yo'q, jarrohiy mali bas dedi. Unaqa bir qator lecheniya yozib berdi. O'sha olgandan keyin ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hozir tomonlarda og'riq bor, oyog'ida suyakda, maytida og'riq. Go'shingizda aytdingiz? Suvay. Nazmda suvay og'riyapti. O'rta turing-da. Menga qarab turing. Yelcha, oyoq juklangda. Tizzani bukmasdan qo'lingizni yerga tegizingchi. Tortmadimi shunda? Yo'q. O'ng tomoningiz tortmadimi? Chap tomoningiz degani? Yo'q. Diskomfort bo'lmadimi oyoq zarqasi? Yo'q, unaqa emas. Yelcha keyin deydi ochang, sirkab kelib. U harakat qiling. Qiyin emasmi shu? Yo'q, unaqa anaqa emas-ku. Bu tomonga qiynalmasiz. Chuqurroq qiling, bu tomonga. Qiyin emasmi? Jichcha. Mana bu tomongacha. Qiyin emasmi? Yo'q. Bunday harakat qilingchi. Og'riq yo'q? Sal xolos, unaqa vahima. Tekshiruvlar qilishmaganmi shu masalan? Yo'q. Faqat o'sha gapingizni eshitgan dori yozilaverganmi yo nima bo'yningizni, belingiz tekshirilmaganmi chuqur? Yo'q, nima tizzam oxirgi marta tizzam og'rib borganimda o'sha anaqa rentgen qilishdi. Mana tizzani oxirgi marta tushgan, mana adashmasam apreldamekin tushganmish. Qadimiy rentgen u. O'zlaringiz tushdingizmi? O'zlaringizdanmi? O'zimizda xususiyat tushdi. Shunday qolmabdi-da, shiralab yopishib. Ko'rib bo'lmayapti ishonsangiz-da. Ya'ni qo'llarim kuchsizda, ertalab masalan mana shu bitta chap qo'limda karaxtli bor, masalan ko'p o'tirsam tizzam qatib qolyapti. Zinadan chiqib tushish qiyin emasmi? Ozroq, jarasi achishish ko'proqda o'z tizzada. Ichkarida og'rig'i ko'proqda, endi mana tizzaning metida achishishi bor. Mana bu og'riqlar borki, mana aytdinglar, og'riqlar, bu achishishlar borki, bu nerv shikoyatlarida, nerv. O'shanga sekin-sekin nerv tikiga moslab savol beryapman. Asab joyidami? Yo'q. Achabi belingizni unchalik naqa o'xshamayapti, bo'yinda bitta chuqurroq tekshirtiramiz. Bo'yinni, xo'p. Bo'yinda bir buni tomografiya qilasiz-lar. Analizda topshirasiz. Analizda artrit shikoyatlari chiqaveradi bu tizzangizga. Buni ko'ramiz, hammasini jamlaymiz, bitta qilib turib, keyin diagnozni to'shni qilib turib, o'shanga qarab davolab ketamiz, xo'p?